Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. 2026-yil 4-iyun kuni bizani mayiz makkalarimiz kelishni boshladi. Bu yoqda bizada hozirgi kunda 6 xil gibridimiz keldi. 6 ta fura makkamiz inshaalloh keladigan. 4 tasi kelib bo'ldi, 2 tasi hozir yo'lda kelyapti. Bu makkalarimiz FAO 300 dan boshlab FAO 400 gacha bo'lgan gibridlarimiz har biridan keldi. Bular bo'ylari 320, 330 gacha bo'ladi. Stressga juda ham chidamli. Bir qopida 80 ming dona, kilosiga 26 kilodan 29 kilogacha bo'lgan gibridlarimiz. Mana bu yoqda hozir pashti 2 ta fura kelib tushdi. Bu yoq skiratimizda ham mana o'rtada bor. Keyin yana bitta narsani ham ta'kidlab o'taylik. 46 Xitoy makka ham bizada bo'yi 4,5 metr bo'ladi. Gektardan 120 tonna hosil beradi. Keyingi mana keyingi navlarimiz mana bu yoqda mana hozir 2 ta furamiz kelib tushdi. 2 ta furamiz bu yoqqa kelib tushdi. Bu navlarimiz 320 dan 350 gacha bo'lgan faollar. Bular don yo'nalishida 10-12 tonna hosil beradi. Mana bu hozir mana eng oxirgi mashinamizda kelgani. Mana hurmatli dehqonlar ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi o'zini paddollarida, o'zini anaqalarida mana DMS 3510 degan navlarimiz. Bu eng stressga chidamli bo'lgan gibridlarimiz. Bug'doydan keyin o'zini juda ham zo'r ko'rsatadi va yana bitta narsani ta'kidlab o'tamiz. Bu yil ob-havo salqin kelganning hisobiga hammamiz bilyapmiz, bug'doy o'rimlari ham cho'zilyapti. Bu hisobidan bizani yerlarga faqat pishishga ulguradigan makkalarimiz FAO 300 dan 400 gacha bo'lgan faoli makkalar urguradi, boshqalari urgurmaydi. Dehqonlarimiz shoshib qolinglar, urug'larimiz kam, olib qolinglar va dehqonchiliginglarni mukammal darajada hosillarni olinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Genetik sizlar bilan birga. Sizlarga rahmat.